Do'stlar, mana biza bitta sexga kompensiruющий устройство, siz mana shu shitni sizlarga bugun obzor va darslik qilmoqchiman. Bu shitning nomi KKU deyiladi ruschasiga, kondensatorniy kompensiрующий устройство. Bu bizaga nima qilib beradi? Bu narsa birinchi o'rinda katta sexlarga qo'yiladi, ya'ni motori bor sexlarga qo'yiladi. Elektroenergiya потребностida aktivniy mощность bor va reaktivniy mощность bor. Bizda har doim aktivniy mощностьga pul to'laymiz, reaktivniy ishlatamiz, reaktivniyni biz ishlatmaymiz. Lekin agarda motor ishlatadigan bo'lsak, motor o'zi bilan birga aktiv bilan reaktiv ham ishlatadi. Uchovchidan aktiv va reaktiv quvvat o'tadi. Ya'ni siz 1 kilovattli mощность ishlatadigan bo'lsak, quvvat ishlatadigan bo'lsangiz, reaktiv ishlatmasangiz o'tgan hisobiga 2-3 kilovat deb sizga hisobchi yozib beradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, reaktiv ham tsepda ishlagani uchun, kabellardan o'tgani uchun siz расчет qilib qo'yasiz, что motoringizga shu kilovatiga 2 kvadratli kabel yetadi deysiz. Lekin shu kabelingizdan qizishni boshlaydi, chunki sizda u yerda reaktiv quvvat o'tyapti. Uchinchidan, siz agar reaktiv quvvatda ham ishlatayotgan bo'lsangiz, elektroset ko'radida sizga shtraf soladi. Bu birinchisi. Elektroset ko'radida sizga misol uchun kilovatga 1000 so'm to'layotgan bo'lsangiz, 2000 dan ham to'latadi. Mana shunday qilib sizga zarar keltiradi. O'sha narsa reaktiv mощностьni yo'q qilish uchun bizda mana bunaqa bonkalar qo'yiladi. Bonkalarni litrda hisoblaymiz. 0.5, 1, misol uchun 0.8, 1, mana bitta 1.5, 2 qo'yiladi. Va bu bonkalarni litraji mana shu kontrollerga qo'yiladi. Mana shu kontrollerga qo'yiladi. Kontroller komanda bilan ishlashni boshlaydi. Endi qaranglar, bu yer 0 ga tushib ketyapti. O'zi sof holatda 0.9 bo'lishi kerak, 0.9. Bu yerda 0.4, 0.5 ga tushib ketyapti. Bu degani reaktiv mощность ham ishlayapti. Bu yerda reaktiv mощность ham potrебностьga ketyapti. Nima qilish kerak? Hozir ishlash prinsipini tushuntirib o'tayman sizlarga. Mana kontroller bizada quvvatni, reaktiv va aktiv quvvatni o'lchaydi-da, shunga qarab hisoblanadi. Biz mana bitta bonka qo'yganmiz, 0.5, 0.8, 1, 1, 2 deb qo'yganmiz-da va menyuda funksiyasiga kiritib qo'yamiz. Birinchi noshkanda 0.5, ikkinchi noshkanda 1, bu va hokazo qilib kiritganmiz. O'shanga qarab bu bonkalar qo'shadi. Qo'shish etabi qanday bo'ladi? O'chiramiz. Mana kontroller simlar orqali mana 4 ta qora sim ketgan. 4 ta qora sim mana bitta, ikkita, mana 3 ta, mana 4 ta orqali puskatelni qo'shadi mana. Qo'shadi. Qo'shganda bonka qo'shiladi-da, reaktiv mощностьni o'ziga oladi. Ya'ni banka 2 litrli banka o'ziga anaqasiga yarasha oladi mощностьni. Misol uchun mana 0.4 bo'lyapti. 9 deylik, agar 850 ga tushadigan bo'lsa, mana uni qo'shadi. 700 ga tushadigan bo'lsa, mana shu 0.4 ga tushganda, 0.4 ga tushganda 4 talasi ham o'zi etap bo'yicha qo'shilish kerak. Lekin bu qo'shilmayapti. Hozir bu yerda qandaydir kamchilik, bitta nyuans bor. O'shani ko'rishimiz kerak. Hozirdagi video o'zi nima uchun bu narsa qo'yiladi, nima ish qilinadi degan savolga javob berdi. Demak, sizlar nima narsa o'tdik? Aktiv va reaktiv mощность bor, quvvat bor. Aktiv biza foydalanadigan, reaktiv biza foydalanmaymiz, lekin shu qatorda pul to'lash ehtimolimiz katta bo'lgan, bizaga kilovat katta yozadigan, kablimiz qizdiradigan, elektrosetga 1 kilovatga 1000 so'm to'lasa 2000 to'latadigan va qo'shimchasi elektrosetdan shtraf to'latadigan narsa bu reaktiv quvvat bo'ladi. O'sha narsani yo'qotish uchun bizada mana bonkalar qo'yiladi. Bonkalarni kontrol qiladigan narsa mana shu kontroller deyiladi. Kontroller через пускатель orqali bizada ishlaydi. Hop 0.4 2800 bo'ldi. Bu kattalik qildi. Hop. C0 da turibdi. Dальше. Mana shunaqa qilib ko'rdinglarmi? Hozirda 0.4 da boshganda -0.2 bo'ldi.
-0.2 ga ko'tarildi. Ya'ni biz ko'p banka qo'shib yubordik, katta bankani birdan qo'shib yubordik. Kichkinadan boshlash kerak edi. Xo'p, demak sizlar bilan kondensatorning kompensирующий устройствоni yig'ilishi nima uchun kerakligini ko'rib chiqdik.